solih bandani qo'lida bo'lgan solih mol muncha ham yaxshi dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni yaxshi, halol, pok yo'l bilan topilgan yaxshi mol, boylik yaxshi insonning qo'lida bo'lsa muncha ham yaxshi dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Chunki solih insonning qo'lida bo'lsa, u solih ishlarga ishlatadi. Alloh rozi bo'ladigan yo'llarga tasarruf qiladi. Allohning bandalariga infoq, ihson qiladi, sadaqat qiladi, yaxshilik qiladi, silay rahim qiladi. Shuning uchun ham Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam yaxshi mol dunyoni, boylikni yaxshi insonning qo'lida bo'lishligini maqtagan ekanlar. Mana shundan ham bilamizki, bizni dinimizda mol dunyoga, boylikka nisbatan salbiy munosabat yo'q azizlar. Dinimiz hech qachon sizni bizni tarki dunyoga, inson o'zini o'zi qashshoq qilib, kimlargadir boqimanda bo'lib, qaram bo'lib yashashga dinimiz aslo buyurmaydi, balki bundan qaytaradi. Balki kasb, kor bilan shug'ullanish, o'zini va qaramog'idagi ahli ayol, farzandlarini rizqini topish yo'lida halol kasb qilishga dinimiz buyuradi. Hatto buni Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam farz ekanligini hadisi shariflarida bayon qilganlar. Demak, halol kasb bilan shug'ullanish dinimizda ibodat darajasiga ko'tarilgan. Lekin masalani ikkinchi tomoni, mol dunyoga nisbatan muhabbat qo'yishdan qaytarilgan azizlar. Chunki hamma xatoni kelib chiqish boshi dunyoga muhabbat qo'yishda bo'ladi. Insonni to'g'ri yo'ldan ozib ketishi, o'zini esdan chiqarib qo'yishi, Robbisini unutib qo'yishi, tug'yonga ketishi va hokazolarga sabab bo'ladigan narsa dunyoga muhabbat qo'yish.